Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Yaratganga shukrlarimiz bo'lsin. Siz azizlar bilan bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi suhbat qurishga fursat bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib bizlarni ko'rib, eshitib, kuzatib kelayotgan hamda xalqimizni hamfikr bo'lib xalqimiz bilan birga mana shu g'oyani samimiy, sidqi dildan xalqimizga targ'ib qilib kelayotgan barcha aziz insonlarga butun yangi bo'yda ahli nomidan chin dildan chuqur minnatdorchilik izhor qilamiz. Bugungi suhbatimizni mavzusi har gal chiqqanimizda xalqimiz nomidan izhor qilib kelyapmiz. Albatta bu qilayotgan izhorlarimizni o'ziga yarasha talaygina sabablari bor. Bugun mana shu sabablar haqida ozgina suhbat qilib fikr almashamiz degan umiddamiz. Muhtaram yurtdoshlar, suhbatimizni boshlashdan avval ruxsatlaring bilan e'tiborimizni shu tumanimizdagi yangiliklarga bir qaratib o'tsak, yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali tumanimiz hokimi hurmatli Bekzodjon Odilovich shaxsan o'zlari tumanimiz xalqiga video murojaat bilan chiqishdi. Albatta bu video murojaatni ko'pchilik ko'rib eshitdi. Biz ham shular qatori ko'rib eshitib bundan juda ham xursand bo'ldik. Va mana shu video murojaatni bizlar ham targ'ibot tariqasida qo'yib eshittiramiz. Ko'rmagan insonlar bo'lsa bir marta ko'rib eshitsa o'ylaymizki, bu albatta foydadan xoli emas. Muhtaram yurtdoshlar, hurmatli bo'ydaliklar, endi Bo'yda tumanidagi har bir muammo, taklif va savollaringizni to'g'ridan to'g'ri bizga yetkazishingiz mumkin. Bu Bo'yda murojaatlar Telegram guruhi, men tuman hokimi Bekzodjon Ibragimov ushbu guruhga kelgan har bir murojaatni shaxsan o'zim o'qib, tahlil qilib boraman. Mahallangizdagi muammo bormi, biror taklif yoki tashabbus bormi, yoki shunaqa savolingiz bormi, bemalol yozing. Biz sizni eshitamiz. Siz bilan hamkorlikda Bo'ydamizni birgalikda rivojlantiramiz. Xalqimizning muammolarini, mahalladagi kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha ishlaymiz. muhtaram yurtdoshlar, biz bu video murojaatni eshitib, bundan ruhlanib, shu xalqimizdan eshitgan bir dono fikrni aytib o'tmoqchimiz. Albatta bu tarixiy manbalarda keladi. Buyuk sarkarda Sohibqiron bobomiz Amir Temur hazratlaridan shunday bir fikr bor ekan xalqimiz orasida. U kishi shunday degan ekanlarki, ona yurtimizni inson qiyofasida ko'z oldimizga keltirsak va mana shu ko'zimiz oldiga keltirgan insonni ikki qo'lidan birini davlat, ikkinchisini xalq desak to'g'ri bo'ladi. Bir qo'l bilan o'sha inson yukni ko'tarsa, yuk qo'ldagi quvvatga qaraganda og'ir bo'lsa, shunga ikkinchi qo'li bilan yordam bersa, buni yengillik deyilar ekan va kuch mana shu yordam bergan qo'lda bo'ladi degan ekanlar. Endi muhtaram yurtdoshlar, bu fikrni aytishimizdan maqsad mana hozir ko'rib eshitgan murojaatimiz aynan shu yuqorida aytib o'tgan bobolarimizni fikriga yaqin desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Endi bundan chiqib aytamizki, biz shu tumanimiz xalqi bu insonga hurmat bilan yanada bir ishonch bildirib, bu inson bilan hamfikr va hamjihat bo'lsak, bu insonni ta'bir bilan aytganda tumanimiz yana ham obod va yana ham rivojlanadi. Bu albatta hammamiz uchun foydadan xoli emas. Endi muhtaram yurtdoshlar, mana shu hurmatli hokimimiz borasida bir ikki og'iz fikr aytadigan bo'lsak, hammamiz ham yaxshi bilamizki, bugungi kunda rahbarlik oson emas, chunki uni o'ziga yarasha og'ir mas'uliyatli ish. Qolaversa
rahbarini barcha sohalarda hal etganingizdek kuzatuvchilari ko'p bo'ladi. Biz ham shu kuzatuvchilar qatori bu insonni mana shu tumanimizdagi faoliyatini oz bo'lsa-da bir kuzatib kelyapmiz. Endi mana bu inson tumanimizga hokim bo'lib kelgandan beri tumanimiz yana ham obod bo'lyapti. Barcha sohalarda rivojlanish tobora avj olyapti. Va qisqa bir qilingan ishlardan aytib o'tadigan bo'lsak, tumanimizda ilm-fanga katta e'tibor berilyapti. Mana shu tumanimizdagi iqtidorli bolalarni yanada iqtidorini oshirish maqsadida mana yangi maktablar qurib bitkazilib ularning ixtiyoriga topshirildi va bu borada talaygina ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Natijada bolalarimiz dunyo standartlariga javob beradigan bilimni olishyapti. Shu bilan birga tumanimizning Qo'ng'irot qishlog'ida usta hunarmand va tadbirkorlar uchun kattagina bitta inshoot qurib bitkazdirilib, ularning ixtiyoriga topshirildi. Usta hunarmandlarimiz bugungi kunda baholi qudrat mana shu tumanimiz xalqiga, qolaversa boshqa tumanlarga chiroyli bir xizmat ko'rsatishyapti. Hamda bizni Buvayda qishlog'imiz markazi qayta rekonstruksiya qilindi. Bugungi kunda mana ko'rkiga ko'rk qo'shilib turibdi. Endi shu bilan birga aytish kerakki, qishlog'imizni mahalla ko'chalariga asfalt yotqizilmagan yerlarga mana asfaltlar yotqizilyapti. Hamda o'sha toza ichimlik suv bormagan ko'chalarga yangi quvurlar yotqizdirilib, o'sha yerlarga mana toza ichimlik suvi olib borilyapti. Albatta bu ishlar o'zicha bo'lmaydi. Mana shu ishlarni shunchalik bo'lishida mana shu insonni baholi qudrat xizmati turibdi. Qolaversa mana shu insonni tashabbusi bilan butun xalqimizni sidqi dildan qilayotgan mehnati va sa'y harakati bilan mana shu ishlar amalga oshib kelyapti. Shu fursatdan foydalanib avvalo tumanimiz hokimi hamda butun Buvayda tuman xalqiga ularni sidqi dildan qilayotgan bir samimiy mehnatlari uchun barcha Buvayda ahli nomidan chin dildan chuqur minnatdorchilik izhor qilamiz. Endi muhtaram yurtdoshlar, suhbatimizni boshida aytib o'tdikki, har doim chiqqanimizda xalqimiz nomidan izhor qilyapmiz. Albatta bu qilayotgan izhorlarimizni o'ziga yarasha talaygina sabablari bor dedik. Bugun mana shu sabablari haqida ozgina suhbat qurib fikr almashamiz dedik. Endi mana shu suhbatni boshlashdan oldin aytib o'tishimiz kerakki, bizlar mana shu xalqimiz bilan birgalikda targ'ib qilayotgan, ya'ni barchamiz uchun birdek aziz va muqaddas bo'lgan ona yurti Buvayda qishlog'imizni so'lim sayilgohga, oddiyrog'i go'zal maskanga aylantiramiz. G'oyasi, muhtaram yurtdoshlar, bu bir kishini yo meni yo bir shaxsni g'oyasi emas. Bu mana shu xalqimizni g'oyasi. Bu g'oya mana shu xalqimizni ichidan chiqib kelgan. Bu ham bitta yangilik. Mana shu yangilikni avtori deymizmi yo ijodkori shu dono xalqimiz. Endi bu g'oya kecha yo avval kuni tug'ilib qolmadi. Bu o'sha uzoq o'tmishdagi ota-bobolarimizdan o'tib kelgan. Faqat bizni buni eshitganimizda bir ozgina bir narsani tushundikki, bu o'sha ota-bobolarimizdan o'tib kelgan ularni azaliy orzusi, ya'ni Buvayda qishlog'imizni bir yanada bir go'zal va maskanga aylantirirish orzusi. Biz faqatgina shuni gapirayotgan, hal etganingizdek targ'ibotchimiz, boshqa hech kim emasmiz. Bizni kallamizda unaqa o'ylagan aql yo'q. Mana shu xalqimizdan olgan fikrlarni sizlarni hukmingizga havola qilyapmiz. Endi muhtaram yurtdoshlar, shu yerda bir kichkina bir misol keltirib o'tadigan bo'lsak, yurtimizda qaysi soha bo'lmasin, ilm fan bo'ladimi, madaniyat va san'at bo'ladimi, yoki bo'lmasa bunyodkorlik va tadbirkorlik bo'ladimi, usta hunarmandchilikmi, sog'liqni saqlash bo'ladimi, nima deydi, chorva
yoki dehqon fermer xo'jaligi bo'lan, xullas qaysi soha bo'lsa ham, mana shu sohani egasi, ya'ni mutaxassis, shu sohani yeb turgan inson o'z kasbi ustida ozgina bosh qatirib bir yangilik yaratsa, bu yangilikni xalqimiz ijod deyishar ekan. Ya'ni shu ijodkorni ijodi bir kuni samara berib, shu el yurt ravnoq yo'lida ozmi ko'pmi bir manfaat keltirsa, albatta shu ijodni orqasidan o'sha ijodkorga, ya'ni o'sha shaxsga, uni ota-onalari, yaqinlariga rahmat kelar ekan. Endi bu misolni aytishimizdan maqsad mana shu bizlar xalqimiz bilan birga targ'ib qilayotgan g'oya. Bu ham bitta shu xalqimizning ijodi ekan. Kuni kelib yaratgan egamiz mana shu g'oyaga bir marhamat qilib, mana shu xalqimizni ijodiga bir omad berib, xalqimiz o'ylagandan ham ko'ra bir ziyoda va bo'lsa, bu yurtimizga, mana shu qishlog'imizga kelgan mehmonlar deymizmi, yoki bo'lmasa shu qishlog'imizni markaziy ko'chasidan o'tib ketayotgan yo'lovchimi, yoki bo'lmasa sayyohmi, kim bo'lsa ham bizni qishloqqa kelib boshqa olamga tushib qolgandek o'zini his qilib va bu yerdagi tozalik va go'zallikni, shu bilan birga tartib intizomni ko'rib va xalqimiz orasidagi o'zaro bir mehr oqibatni bilib va mana shu mehmonlarga ko'rsatilayotgan bir samimiy xizmatlarni ko'rib, bundan o'sha mehmonlar lol qolsa, lol qolar ekan va o'sha havas bilan beixtiyor, ey otalaringga rahmat, judayam bir chiroyli yurt bo'libdi desa, mana shu insonlar aytayotgan rahmatlar butun Buvayda xalqiga, ya'ni hammamizga, ota-onalarimizga tegar ekan. Agar oramizdan o'tib ketganlar, endi hammamiz ham ota-onalarimiz hayot emas, ularni ruhiga, shu bilan birga mana shu yurtimizni go'zal maskanga aylantirishni orzu qilib, bu borada mana shu el yurt ravnoqi uchun o'zlaridan bir chiroyli bir fikr qoldirgan insonlarni ruhiga mana shu insonlarni aytgan rahmatlari savob bo'lib borar ekan, muhtaram yurtdoshlar. Mana shuning uchun bugungi kunda xalqimiz mana shu g'oyani ko'rib, eshitib, kuzatib va bundan o'zlari xulosa chiqarib, ya'ni mana shu g'oyani qanchalik nima deydi, bir anglab, uni tushunib, his qilib, mana shuni samimiy, beminnat targ'ib qilayotgan insonlarni aziz insonlarga deb izhor qilyapti ekan. Chunki ularni azizligi shaydaki, o'sha hurmatli hokimimiz bilan birgalikda ana shu insonni tashabbusi, ana shu insonni yordami bilan birgalikda o'sha qilgan xalqimizni ijodi, ya'ni o'sha go'zal maskaniga aylanishida mana shu insonlarni, ana shu rahmatlarni xalqimizga, ota-onalarimizga olishda mana shu bugungi kunda mana shu g'oyani targ'ib qilayotgan insonlarni mehnatni mahsuli deb bilar ekan xalqimiz. Chunki biz mana yuqorida ham aytib o'tdik, biz bu g'oyani targ'ib qilishdan bir narsa ko'zlaganimiz yo'q. Mana shu xalqimizning ichidan mana shu narsa so'z, fikrlarni eshitganmiz va nima deydi? Mana sizlarga mana targ'ib qilib, sizlarning hukmlaringga havola qilyapmiz. Endi bu fikrlarni hammasini ham albatta to'g'ri deb bilib bo'lmaydi. Chunki biz bandamiz, insonmiz. O'zimizga yarasha aytgandek aybimiz bor, o'zimizga yarasha fikrlarimizda, so'zimizda, boshqa narsalarda kamchiligimiz bor. Lekin shu bir iltimos qilardikki, shu xalqimizdan shu bizlarni aybimizni yashirib, kamimizni to'ldirasizlar degan bir umiddamiz. Biz yana bir bor aytamizki,
oddiy bir targ'ibotchimiz. Biz qatori kim mana shu g'oyani targ'ib qilsa, o'sha hammamiz birimiz. Shuni targ'ib qilyapmiz. Endi bu g'oyani targ'ibot qilishni bizlarga hech kim majbur qilayotgani yo'q. Shuni targ'ib qilinglar, boshqa qilinglar deb bizga bir majbur qilayotgani yo'q. Biz o'zimiz xohlab qilyapmiz. Endi shu xohlashimizga shu ikkita narsa sabab bo'lyapti. Avvalo bir aka bilan bir suhbat qilganimizda o'sha aka aytdiki, Murodjon, insonni qalbi dedi o'ziniki bo'lmaydi. Desa biz nimaga endi o'ziniki bo'lmaydi desak, u yaratganniki bo'ladi degandi. Endi shuni aytamizki, biz mana shu qalbimizni amri bilan targ'ib qilyapmiz. Qolaversa, yana bitta sabab bu yurt o'sha uzoq o'tmishdagi ota-bobolarimiz, o'sha momon havolarimizdan hamda hayotdan bevaqt ko'z yumgan jigarbandlarimizdan qolgan nima deydi, meros. Mana shu yurtni zaminiga shu men buvaydilikman degan insonlarni kindik qoni to'kilgan. Hamda mana shu zaminda ana shu insonlarni aytganingizdek tabarruk hoki yotibdi. Bugungi kunda biz yashayapmiz. Yaratganga shukrki, mana yoshimiz ham mana ancha katta bo'lib qoldi. Bu yurtda oilamiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz, hammalarimizni mana shu oilamiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz yashayapti. Xudo xohlasa o'shalar yashaydi bizdan keyin. Bizlarni majbur qilayotgan narsa mana shu nima deydi? Mana shu gaplar. Shu bilan birga suhbatimizni 5-sonida aytib o'tganmizki, bir hurmatli yurtdoshimiz bir otaxonning fikrini o'sha atom to'g'risida juda ham bir fikr keltirgan. U inson shunday degandiki, Murodjon, qachon bir dada yurtimiz bir go'zal maskanga aylanadi? Qachonki shu qalbida sen qayerliksan deb bir insondan so'rasangiz, albatta uni mana shu yerda o'zini o'sha tug'ilib kindik qon to'kilgan yurtni nomi jaranglab turadi. Mana shu jaranglab turgan yurtni nomini yonida, ya'ni men shu buvaydi farzandiman degan fikrni yonida shu buvaydi qishlog'imizni nima qilish kerak ekan, go'zal maskanga aylantish uchun degan savol bo'lsa, bu savol butun o'sha buvaydi ahlini mana shu qalbida bo'lsa, o'sha ilohiy taraqqiyot ishga tushadi Murodjon degan. Endi u ilohiy taraqqiyot bu qanday ishga tushadi u desak, avvalo xalqimiz dedi mana shunday savolga ega bo'laversin. O'shanda dedi buni ishga tushgani ko'zga ko'rinishni boshlaydi degan o'sha inson. Shu ona yurtimiz, ya'ni buvaydi qishlog'imiz, yana bir bor aytyapmiz, ilgari ham aytib o'tganmiz, michi ham qaytaraverar ekan degan fikrga bormanglar. Kundan kunga sohat sayin shu yurtimiz go'zal bo'lib boradi. Murodjon degan ana shu otaxon. Endi albatta u inson bugungi kunda oramizda yo'q, o'tib ketgan. Alloh rahmat qilsin. Aytganingizdek, bizlar mana shu g'oyani targ'ib qilishdan charchamaymiz. Toki o'sha buvaydi qishlog'imiz o'sha go'zal maskanga aylanmaguncha, o'sha go'zal maskanga aylanganda o'sha ko'pchilik aytgan rahmat ilohim savob bo'lib ana shu insonlarda ruhlariga yetib borsin. Endi muhtaram yurtdoshlar, mana yuqorida aytib o'tganimizdek, izhorlarimizni talaygina sabablari bor dedik. Mana shu sabablari haqida mana gapirib o'tdik. Endi nima deymiz endi? Yana ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rishguncha deymiz. Va yana shuni aytib o'tamizki, keyingi suhbatimizda shunday savollar bo'lyaptiki, so'lim sayilgoh yurt qanaqa bo'ladi o'zi? Go'zal maskan yurt qanaqa bo'ladi? Bugungi yashab turgan hayotimizdan qanday farq qiladi? 'Uni bizlarga qanchalik foydasi bor? 'Uni bizlarga qanchalik foydasi bor? 'Uni bizlarga qanchalik zarar keltiradi? 'Uni bizlarga qanchalik foydasi bor? 'Uni bizlarga qanchalik zarar keltiradi? 'Uni bizlarga qanchalik foydasi bor? 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 '
uni qishlog'imizni go'zal maskanga aylantirish uchun yana nimalar qilish kerak, qancha vaqt ketadi degan savollar beryapti. Albatta rahmat mana shu savollar berayotgan insonlarga. Endi muhtaram yurtdoshlar, bu borada ozmi ko'pmi bor bizda shu javob, shu xalqimizdan o'sha bir paytlar o'sha shu nima qilsak bu go'zal maskanga aylanadi degan fikr yig'ib yurganimizda bu borada o'sha insonlar o'zlarini fikrlarini bildirgan va bu fikrlarni aytganingizdek yozib uni boricha bir ko'rib chiqib mana sizlarni hukmlaringga havola qilamiz. Mana o'zlaring bir eshitib ko'rib to'g'ri desalaring o'sha to'g'ri, yo'q desalaring o'sha yo'q. Bu yerda hech qanday xafagarchilik bo'lmaydi. Kommentariyada shu mana shu g'oyani ko'rib eshitganingizdan keyin o'sha kallaga qanaqa fikr kelsa albatta o'shani kommentariyada yozish kerak. Mana endi buni mana shuni aytamizki, shu nima bo'lsa ham, qanaqa fikr kelsa ham shu kommentariyada albatta shu fikrni yozib qoldirish kerak. Sababi shu bizlarni ko'rib, qiziqib, mana eshitib, kuzatib kelayotgan xalqimiz, bu xalqimiz qiziqyaptimikin bu g'oyaga, kommentariyada qanaqa bir fikr bildiryaptimikin deb albatta aytganingizdek kommentariyani ochib ko'radi. Agar biz chiroyli yaxshi fikrlarni qoldirsak, shu fikrlarni ko'rib o'qiydi. Natijada o'sha otaxonning aytganidek xalqimiz fikrga boyiydi. Albatta bu yaxshi. Shuning uchun bir og'iz bo'ladimi, ikki og'iz bo'ladimi, qanaqa bo'lgan taqdirda ham bir yaxshi so'zni yozib qo'ysak, agar o'xshamasa uni yozib qo'ysak. Shu yerda bir kichkina misol aytib o'tib ketamiz. Muhtaram yurtdoshlar, uyimizda to'y qilmoqchi bo'lsak, bir ustani aytib kelib, usta aka mana shu yaqinda to'y qilaman, shu uyimni bir chiroyli qilib bersangiz desak, hali inson usta bo'ldi aka deb shu qanchadir 5-6 kun ichida bir chiroyli remont qilib bo'lgandan keyin aka mana ko'ring desa, o'sha remontini borib ko'rsak, uyimiz juda ham bir chiroyli bo'lgan bo'lsa, bir o'ylaganimizdan ham ziyoda bo'lsa, hali uyni tomosha qilib, bir maza qilib, hali ustaga hamma qilgan ishini gapirmaymizda, usta zo'r o'tdi deymiz. Hammasining ichida ketadi. Endi hali ustani qilgan ishi uncha o'xshamay bir ko'nglimizda oddiy bo'lmasa, hali undan qoniqmasdan ustaga bo'lmabdi desak, buni ham ichida hammasi ketadi. Endi bu bilan aytmoqchimizki, o'sha kommentariyada bir og'izmi, ikki og'izmi yaxshi yo bo'lmabdi yo menda mana bunday yaxshi fikr bor deb bildirsak, hali aytganimizdek, bu fikrlarni xalqimiz ko'rib o'qiydi. Bu yerda bir ikki og'iz bir kommentariyada bir fikr qoldirish, bu to'g'risini aytamiz, bu xalqqa bo'lgan hurmat desak ham bo'laveradi. Malol kelmasa, o'sha like tugmachasini bosib qo'ysak, bu suhbat yana ham kengayadi degan umiddamiz. Nima deymiz endi muhtaram yurtdoshlar? Yana ijtimoiy tarmoqlarda bir ko'rishib, suhbat qilishdi. Alloh hammamizga ham nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.